Masalaga Yangioboddan bitta zo'r yer topib qo'ydik. Yangiobodda Ravnaq oshxonasi shundoqqina orqasidagi ko'chada joylashgan. Xohlasangiz Ravnaqqa yetmasdan ko'chadan kirsangiz bo'ladi 100 metr yoki o'tgandan keyin ko'chadan kirsangiz 150 metr yo'l yuziga yaqinlikda. Joyimizning eng muhimi lokatsiyasi juda ham yaxshi. Gaz taxminan 300 metr atrofiga kelgan, bu yo'q ham mahalla qo'ni-qo'shni birlashib to'xtab olsa bo'ladi. Suv svetdan umuman muammo yo'q. 6 sotixli joyimiz razmeri 20 ga 30 bo'ladi. Mevali daraxtlari, teralari ham hammasi bor. Ko'rib turganingizdek, videodagidek holatda. Ushbu yerimizni sotmoqchi bo'lsangiz, bir sotuq narxi 8000 dollar ekan. 7000 dollardan o'zi naqd qilishganda ham berishmagan ekan. Bu yo'q endi o'zingiz kelishib olaverasiz. Videoni pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib, mana shu yerni sotib olib, maza qilib o'zingizga hovli qilib olsangiz bo'ladi. Kamiga yana bitta narsani aytib qo'yay. 20 ga 30 yaxshi razmerda bo'lgani uchun 3 sotuqdan qilib turib, ikkita hovli qilib olsa ham bo'laveradi.